Monzani 5,5 million so'mga polni mes hadoyi qilib beramiz. Bu mes hadoyiga nimalar kiradi? Ostidagi birin-ketin ko'rsatib o'tamiz. Bilasizlar, balkida mana bunaqa plastmasli vtulkalar turadi. Bu plastmasli vtulkani olib tashlaymiz. O'rniga uyma vtulka qo'yib beramiz. Bu Spark orqachilik vtulkasidan bo'ladi. Cheksanli bloklarni ko'rganinglardek juda ham sabiy bo'ladi. Buni mes qo'yish обязательно kerak. Biz bularga Mercedes sanli bloklar qo'yib beramiz. Bu mes sanli bloklar bilan birgalikda 4 ta amortizator qo'yish kerak. Orqalari usulinli bo'ladi, oldi ikkitasi Captive pedelka, perikachkali bo'ladi. Bu amortizatorlarga usulinli kashkalarni ham qo'yib beramiz. Ko'rganinglardek, mana shu polni mes hadoyi sizlarga 5,5 million so'm evaziga qilib beramiz. Sizda nima mashina bor? Mes hadoyi qiziqtiradimi? Kommentariyaga yozib qoldiringlar, biz sizlarga javob beramiz. Servis xizmatlari uchun pastda nomer qoldirib qo'yamiz, bemalol aloqaga chiqib kelsangiz bo'ladi. Videoni yo'qotib qo'ymaslik uchun saqlab qo'yishni unutmanglar.